men chaqiryapman-ki. Ijtimoiy tarmoqlarda Katta Farg'ona kanali bo'yida bolam deb dod solayotgan otaning faryodiga ko'zingiz tushgandir. Bolamni topib, o'ligini bo'lsa ham bir bag'rimga bosish xolos, boshqa hech narsa emas. Vidimiz kamligi aloqa sababli, oqim tezligi sababli. Va shu sababdan ham qidiruv ishlari 12 kunga cho'zilib ketganini aytishmoqda. Shu suvni quritish kerak bo'lsa, shu xolos, shunda osongina. Bular ham qiynalmaydi, mana bolalar ham. Bechoralarni qarang turishini. Imkoniyat darajasida tushirib berdi, inshootlarimiz muzlab qolmasligini ham ta'minlayapmiz, hisobga olyapmiz. Olov yoqib, o'zlarini isitishyapti ham va maqsad bolani tezroq topish. Global TV. Ijtimoiy tarmoqlarda Katta Farg'ona kanali bo'yida bolam deb dod solayotgan otaning faryodiga ko'zingiz tushgandir. Abdulaziz ismli 17 yoshli yigit aynan mana shu Katta Farg'ona kanalining mana shu qismida cho'kib ketgani taxmin qilinmoqda, aytilmoqda va hozirda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari undan tashqari ko'ngillilar ishtirokida bu yerda qidiruv ishlari olib borilyapti. Havo harorati juda ham sovuq, umuman olganda tashqaridagi harorat 7 gradus sovuq bo'ladigan bo'lsa, suvdagi harorat bundan 3 barobargacha sovuqligi aytilmoqda. Lekin mana shu havo harorati minus darajada bo'lishiga qaramasdan xodimlar umuman ishni tashlab qo'yayotgani yo'q. Mana 12 kun davomida mana shu yerda qidiruv ishlari olib borilmoqda. Hattoki bu yerda ko'rishingiz mumkin, xodimlar o'zlarini mana shu qidiruv ishlarida sovuq qotib qolmasliklari uchun olov yoqib, o'zlarini isitishyapti ham va maqsad bolani tezroq topish. Va hozir mana ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda g'avvoslar tushirilgan, suvda qidiruv ishlari olib borilyapti. Ketib qoldi, mana arqon bo'yicha yuraman. Buni ushlamaysiz-da, shunga ketadi. Signal bilan yuring. Qidiruv ishlari raqsi, bu nimalarga umuman gap so'z yo'q. Qidirishyapti qo'ldan kelgan, sovuq demay, boshqa demay qilishyapti-yu. Suv masalasi jinni qiynab qo'yapti. Hozir o'zlaring mana ko'rlang, suvni tagida oqim baland. Ular ham eplab yurolmayapti. Shunga suvni pasaytirib bersa kerak bo'lsa, xalq mana mahalla ko'rib turibsizlar, shuncha yordam beryapti. Tushib kerak bo'lsa, mana shu katta bo'lgan hammasi. Yugurib oqtarib topib olamiz. Hech nimasi yo'q. Bularni ham qiynab hamma shu nahot endi hozir erish mavsumi yo'q-ku, suvni qissa bo'ladi, pasaytirsa bo'ladi suv. Bir murojaat bilan tepadagi insonlarga chiqsak aytdiki, viloyatlar bilan kelishilgan holatda dedi, shunaqa dedi, pasaytirib beramiz dedi. Xo'p dedim, kecha kuni 2 metrga yaqin, 1,5 metrga pasaydi-yu, uni iloji bo'lmadi dedi. Umuman endi hali suv, katta suv bor, ko'rib turibsizlar o'zlaring, katta suv. Hozir birovni suvga tush degani xijolatsiz endi hali eshitishimizga qaraganda o'sha 2 metr suv ham mahalladagi insonlar o'ziga suv ochganligi uchun kamaydi deb aytishyapti, shu rostmi? Yo'q, uni pasaytirishda haqiqatan ham ozmoz nima qilishdi. Xudo xolasa endi ertamanga o'sha suv boshqarmasiga kelib aytayapti, 1 metr qoladi, xudo xolasa suv ertamanga deyapti. Hozir pasaytirishdi. Agar o'shunaqa bo'ladigan bo'lsa aytibman, yugurib bo'lsa ham topib olaman-da, xudo xolasa. Bor bir ikkita o'rtog'i bo'lgan ekan shu yerda. Endi men o'sha paytda endi Qirg'izistondan qo'nib O'zbekistonga o'tib shunday telefon qilsam shu holatda Rossiyadan kelyaptim. Men endi undan ko'ra aytmaymanmi, bekitmay, bola
onangni ol, buvamni ol, kemani kutishib ol demayman. Men ayapman ularni endi. Xitoy chiqargan u kasali endi qanaqa o'taman O'zbekistonga. Bir agar bir narsa bo'lib qolsa, bir davolanib sekin uyga o'taman degan maqsadda o'shuna qilibman-da. Deganda xursand bo'lib meni kutgani borarmidi? Hamma yo'g'ini yechgan ekan, shu yerga tashagan ekan, hozir prokuraturada ekan. Hamma yo'q ko'rdim o'sha kuni to'g'ri Rossiyadan keldi, to'g'ri mashga keldim o'kan oldi bo'yiga. Endi unisini o'sha endi adashmasam o'z joniga qasd qilish deyapti. Birov endi bilmayman aniq to'g'risi. Endi bolalarning aytishi bo'yicha o'zi tashadi deyapti. Endi uni o'sha 3 boladan boshqa, Xudodan boshqa hech kim bilmaydi. Yonida do'stlari bo'lgan. 3tasi bo'lgan ekan, endi bilmayman men endi uni hali topib olaylik. Men unaqa narsaga bosh qatirganim yo'q hali. Men faqat oldin topay, uni ekspertiza aytsin nima bo'lgan, biror joyi tan jarohati bormi, yo'qmi, unga qarab turib ma'lum bo'ladi. Asosiy maqsad shu bolamni topib, shu o'ligini bo'lsa ham bir bag'rimga bosish xolos, boshqa hech narsa emas. Shu boshqa hech qanaqa bir shu menga shu suvni quritishga kerak bo'lsa yordam beringlar. Shuning uchun men internetga chiqib bularga iltimos qilib haligini qildim. Shuning uchun chiqardim. Siz eshitgan rahbarlarga nima demoqchisiz? Yo, rahmat, qo'ldan kelgancha ular ham yordam beryapti-yu. Men so'ragan narsani qilib berishalmadi. Shu suvni quritish kerak bo'lsa, shu xolos, shunda osongina. Bular ham qiynalmaydi, mana bu bolalar ham. Bechoralarni qarang turishini. Suvga tushyapti, chiqyapti, bularga ertaga desa, bular ham axir ming davlat o'zi tanlab ishga kirgan taqdirda ham bu havoni qarang. Bu 3 barobarga o'tar ekan, yana suvda. Bo'pti, o'shaning uchun meni eplasholmayapti ham, misol suv tay oqizib ketyapti. Bu oson narsa emas, bularga ham to'g'ri tushunish kerak. Rahmat shunchalik, misol o'zini jigaridek oqtarishyapti. Hatta mo uchastka boshlig'i, kanalni boshlig'i Absamat aka ham nihoyatda katta yordam beryapti. U ham zo'r, mahalla ko'y ayniqsa. Hech narsaga bir aqlishmay, kechqurunlari kerak bo'lsa postga chiqishib yordam berishyapti hammasi. Rahmat. Shu suvni quritishib bersa, shu topib olsam, shu bo'ldi. Shu bir marta shu bag'rimga bossam, armonim qolmaydi, shu xolos. Boshqa qutqaruv ishlarida faqat shu suvni ko'pligi, shu xolos, shu xalaqit qilyapti. Aholi ehtiyoji uchun bu suvni deyarli kerak yo'q. Endi hozir men bilmayman, endi balkim fermerlar yo'qib qo'yayotgandir. U darajada misol nima bastur endi bilmayman endi to'g'risi. Ana shu to'ppa-to'g'ri. Endi men kichkina odamman, narsa deyishgacha kattalarga o'shuncha iloji yo'q. Shu bularni chaqirdim, kelinglar, menga shunaqa chiqaringlar, bir xalq ko'rsa, shu kattalarga insof berib qolar balkim degan niyatda shunaqa qilib chiqardim. Shu maqsadim shu suvni pasaytirib berishsa. Oliy oxirgi marta qachon ko'rgansiz? Telefonda o'sha kuni ertaman ko'rdim. O'sha kuni ertamas aeroportga chiqib ketayotganimda ko'rdim, faqat telefonda. Holat qanaqa edi? Holatini yaxshi edi, yaxshi turuvdi. Hech qanaqa yo'q. Unaqa o'zgarish, balobat, unaqa narsa yo'q edi. Shu bilan samolyotga chiqdim, keyin internetim o'chdi. Nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Endi unisini ko'p ham bilolmayman men endi. Endi kim biladi, endi sevgan deyapti, bir bola deyapti o'rtoqlarim. Men aytayapman, hali unaqa narsaga boshimga qatirganim yo'q. Oldin shu topib olay, keyin bosh qatiray unaqa narsalarga deb, umuman unaqa narsalar o'ylaganim yo'q hali. Abdurasul yoshi necha dedi? Abdulaziz 16 ga kirgan 2004 da. 6-fevral 2004 6-fevral. Eng katta o'g'lim, bitta o'g'lim edi, ikkita qizim bor, bitta o'g'il edi. Bitta yolg'iz farzandsiz. Bitta. Endi qizim bor, ikkita qizim bor. Endi o'g'illardan yolg'iz edi, yolg'iz o'g'lim. Oqova suvlar xo'jaligi boshqarmasiga mana shu marhumning otasi tomonidan bir necha marta murojaat qilingan va ularning aytishi bo'yicha mas'uldan ham izoh oldik. Bir necha marta suvni sathini pasaytirib berdik, g'avvoslarga oson bo'lishi uchun deb ma'lumot berishdi. Lekin g'avvoslarning aytishi bo'yicha, lekin suvning pastki qismida oqim haligacha baland, ya'ni 1 metrdan suv sathi baland bo'lgani uchun qidiruv ishlarida hozirda ular qiyinchiliklarga duch kelayotganini va shu sababdan ham qidiruv ishlari 12 kunga cho'zilib ketganini aytishmoqda.
kelmoqda va bizga bugun va'da berishdi. Mas'ullarning aytishi bo'yicha 20 soatdan so'ng suv sathi 1 metrgacha pasaytirilishini va'da qilishyapti va biz ertaga ham mana shu manzilda bo'lamiz va qidiruv ishlarini birgalikda mana shu yerdagi ko'ngillilar va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari bilan birgalikda kuzatib boramiz. Pasaytirilmayotgan sababi hozir to'liq pasaytirilmayapti deyilyapti-yu, lekin pasaytirib berilyapti. 3 marta pasaytirib berdik. Imkoniyat yaratib berdik. MCS tushib, qarab, ko'rib olishdi, qayiqlarda jalb qilinishdi. Lekin bu past tomonda kanal 200 km kanalda, bu uzunligi 200 kmdan oshiq. Dyukur bor. O'zbekiston Beshariq hudud oralig'ida dyukur bor. Shu dyukurdan hozir 6 kuba suv o'tyapti. Agar o'sha qurib qoladigan bo'lsa, muzlab qolish ehtimoli bor. O'shaning uchun biz to'liq quritganimiz yo'q. Endi hozir viloyat bilan kelishdik, to'liq tumanda suvlarini oldik past tomonda. O'sha tomonni to'ldirib turamiz. Hozir tepadan 40 kuba suvni olib tashlaganmiz. O kuni 30 kuba suv oldik. Olakan 80 kuba suv olakan bo'lsak, o'shanda 50 kubaga tushirdik. Endi hozir tepa tomonda 30 kuba suv qoladi. Mana shu yerda 1 metr qoladi ertagalikka. Qancha soatda shu bo'ladi 1 metr? Endi petgacha yetib kelish 15 soat. 11 kundan bir qidirilyapti ekan shu. Lekin shuni ertaroq shunaqa qilib tushirish iloji. Tushirib berildi, 3 marta tushirib berdik. 3 marta tushirib. 3 marta tushirib berdik. Suv gorizont tushirdik. Hali marhumda otalari bilan ham bog'lanib turibmiz. Endi kanalda kengligi 40 metrdan oshiq, chuqurligi 4 metr. Endi imkoniyat darajasida o'sha yerda biz imkoniyat darajasida tushirib berdik, inshootlarimiz muzlab qolmasligini ham ta'minlayapmiz-da, hisobga olyapmiz. O'shaning uchun demak, biz o'sha bir 20 soatda ertaga tashib ertamanga 1 metr suv qoladi bu. Xudo xolasa ertaman shunaqa bo'ladi. Ertaga o'shanga hozir MCS bilan ham gaplashdik, mahalla bilan ham gaplashdik. Imkoniyat darajasida ertaga maksimal ko'rib olamiz. Keyin yana suvni ochmasak bo'lmaydi, chunki inshootlarimiz muzlab qolsa, aholi xavfsizligini ta'minlashimiz ham biz vazifamiz. Keyin endi muzlab qolsa, bu shunday boradiki, kanal borib turib, Daxanasoyda taydan o'tib ketadi. Endi u joylar qurib qoladigan bo'lsa, ichkari muzlab qolsa, keyin suv borsa, u joyda dimlanish hosil bo'lib, xavf paydo bo'ladi aholiga. Buni ham hisobga olishimiz kerak. Biz imkoniyat darajasida tushirib, imkoniyat darajasida yordamini beryapmiz. Hozir endi bugun maksimalga tushirdik. Endi viloyat to'liq suvini bekitdik. Chunki bu tomonlarni dimlab olyapmiz. Men qutqaruvchi Abdullayev suvda qutqaruv guruhi maxsus vazifalarini bajaruvchi suvda qutqaruv guruhida ish olib boraman. Hozir suvda qutqaruv jarayonida hozir suvdan chiqqanimiz holatda imkon boricha ish olib borilyapti. 10 kundan beri suvda qutqaruv ishlari bilan oqim tez olma. Hozir nihoyatda havo harorati minus daraja bo'lgani bilan ishlarimizni olib boryapmiz imkon darajasida. Xudodan so'rab endi. Sovuq emasmi? Sovuqligi sovuq aytibman, minus darajada. Hozir minus 7 tashqi tarafda bo'lganida suv ishlashi minus 10-15 darajada bo'lyapti sovuq. Oqim tezligi pastda tezroq deyishyapti. Ha, 2-3 barobar tezroq. Pastda. Ha. Tashqaridan sekinga o'xshaydi. Tashqi tarafda sekin nisbati bilan suv tayda o'ta tez. Mana shu imkon darajasida suvda qutqaruv ishlari olib borilyapti endi. Suv tayda mana yurganingizda paypaslab qidirishga harakat qilasizmi? Albatta shu imkon darajasida shu orqali, chunki loyiha sababli vidimisi kam. Ko'rish qobiliyati demoqchiman. 1-2 kilometr imkon darajasida qidirib olib borilyapti ishlar. Faqat hozirda qidiruv ishlari olib borilyapti imkon darajasida, chunki aytayotganimdek suvda vidimiz kamligi, loyiha sababli, oqim tezligi sababli suvda havoni haroratiga ham inobatga olsak, imkon darajasida qiyin vaziyat. Suvga qiyinchilik tug'diryapti.
Endi kasbimiz shu imkon darajasiga harakat qilib, Xudodan so'rab shu yuribmiz. Oldin shunaqa oqqan holatlar bo'lgani? Albatta. Shunda suvlar tushirilganmi? Emas? Shunda suvlar tashlanganmi, kamaytirilganmi? Albatta kamaytirilgan. Hozir paytda Bu asosiy endi suv bo'lganligi bilan aholiga ko'p bu istiqbolli dehqonchilikka kerak bo'lgani uchun bu endi kamaytirilish kam miqdorda. Hozir yoz emas-ku, suv juda ham kerak emas-ku. qish fasli. Qish fasli. Endi imkon boricha kamaytirishib endi Agar vaziyat qilib bersa. Sizlarga foydasi bo'ladimi? Topsh osonroq bo'ladimi? Albatta imkon darajasida shu suv bosimi ham kamayadi, keyin ko'rinish qobiliyati ham o'sha suvda oqim ham tez bo'lmaydi, chunki suv bosimi kamayganligiga. Bola nihoyatda o'qimishli yaxshi bola edi. Bu ish endi mahallaning boshiga tushibdi-da endi. Bola yaxshi, ota-onalari, hammalari o'z joniga qasd qildi degan gaplar ketyapti bu yerda. O'ziga qasd qiladigan unaqa xarakteri yo'q. Unda xarakteri yo'q edi bolani. Mani mahallamizda katta bo'lganman, baq o'qituvchisi, domlasi, o'qitgan Ilhom akam. Unda do'shku bu bolalar basida. Mahallaning ichida. Oxirgi marta ko'rganlar bilan gaplashdinglarmi? Oxirgi marta do'stlari o'sha kuni bo'lgan ekan-ku. Endi uni oxirgi kuni biz keyin chiqib qoldik, to'g'ri gap. Ular bo'lsa birga o'qigan girpadoshlar bo'lgan. Endi biz uni eshitib keyin chiqib keldik bu yoqqa. Ular endi haqiqatda tushganini, bolani ashtiga tushganini guvohlar aytishyapti. 12 kundan beri shu yerdasizlar. Shu yerda mahalla aktivlari, bolalar hammasi shu yerda aktiv ismi almashtiriladi. Endi Xudoyim tezroq bolani mahallaga ko'yish uchun ota-onasini chiqarib bersa, yutuq biznikida endi ekan. Abdulaziz o'zi yaxshi yigit edi. Salomatligi joyida. Ota-onasiga juda yaqindan yordam berardi. Boylar, yoshlar. Paxta mahallada ham onasi bilan chiqib paxta terimida ham aktiv yordam berdi. Juda yaxshi yigit edi. Har tomonlama aktiv faol edi. Shu yaxshi tomonidan bilamiz uni. Shu endi yomon tomonini bilmaganmiz. Havo harorati 7 daraja sovuq, suvdagi bundan ham 3 barobar sovuq deb bemalol ayta olamiz. Mana hozir g'avvoslarimiz bu yerda qo'lbola olov yoqilgan, bu yerda o'zlarini isitib, yana qidiruv ishlarini davom ettirishadi. Bundan tashqari qidiruv ishlariga ko'ngillilar ham jalb etilgan, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlaridan tashqari va ular 12 kundan buyon Abdulazizni qidirish bilan band. Hali natija bo'lgani yo'q, lekin otaning faryodini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgandirsiz. Farg'ona kanalida cho'kib ketganiga shubhalar, asoslar bor va shuning uchun ham mana qidiruv ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Iltimos bolamni topib olayman. Topilsin. Topib olay shuni. Bitta edi o'g'lim, bitta edi o'g'lim. O'zing madad qilmasang, o'zing yordam qilmasang biz ojizimiz shu darajadagi Parvardigor, mana 4 metr joy, 3 metr joy, 3 metr nariyani ko'rolmayapmiz Alloh. O'zing madad qilgin Parvardigor, o'zing rahim qilgin madad Parvardigor bandani ko'rib tursa qanchalik nola qilyapti Alloh, nolalarga ijobat qilgin. Qancha farzandlarni bergansan Alloh. Shularga qatorda shu bolaga farzandni demak amal qilgan holda janozasini o'qishlikka nasib qilgin Parvardigor. Alloh akbar. O'z chiqarib bergin Parvardigor. Noumid qilmagin. Bu kabi baxtsiz hodisalarning bo'lishi Katta Farg'ona kanalida birinchisi emas. Avval e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan yilgi avgust oyida ham 2 nafar bir erkak va ayolni Farg'ona katta kanaliga cho'kib ketgani haqida xabar bergan edik va ularning murdalari 3 kun o'tib Farg'ona kanalining Bekbachi mahallasidan o'tgan qismidan topilgandi. Hozirda qidiruv ishlari olib borilayotgan joy esa Yazyovon tumanida hisoblanadi va bu manzilni nomi, mahalla nomi Bo'tqachi deb atalar ekan. Aynan mana shu Bo'tqachi mahallasida bola o'zini suvga tashlab yuborgani aytilyapti va shu sababdan ham hozirda bu yerda qutqaruvchilar ham, ko'ngillilar ham qidiruv ishlarini aynan mana shu manzilga yaqin
bo'lgan 3 kilometr masofada qidiruv ishlarini olib borishyapti. Hozirda bu yerdagilarning ma'lum qilishicha 3 ta joyga postlar tashkil qilingan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan va mana shu postlarda hozir nazoratchilar turishibdi. Ya'ni agarda murda suv ustiga qalqib chiqadigan bo'lsa, uni ko'rish va qutqarib olish uchun. Soat 5gacha har kun 4gacha. Guvohi bo'layotganingizdek, bugungi qidiruv ishlari yakuniga yetdi. Har kuni erta tong soat 6:00 dan 16:00 gacha bo'lgan muddatda qidiruv ishlari olib borilyapti. 16:00 dan keyin havo harorati juda ham pasayib ketishi sababli, undan tashqari qutqaruvchilar bu haroratda salomatligiga ziyon yetib qolmasligi uchun ham 16:00 ga qadar hozir mana qidiruv ishlari davom etdi. Lekin bugun natijaga erishilgani yo'q. Qidiruvning 13-kunida turibmiz. Ertaga ham qidiruv ishlari aynan mana shu vaqtdan, mana shu vaqtga qadar davom etadi va biz ham ertaga qidiruv ishlarida mana shu qutqaruvchilarga va ko'ngillilarga hamroh qilamiz. Voqealar rivojini esa aynan bizning kanallarimizda kuzatib boring. Fikr va mulohazalaringizni albatta kommentariyamizda qoldirishni unutmang. Bo'lsam xursand bo'laman. Shu bitta bag'rimga bosam, Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zlaring aytmoqchi. Ilohim. Shuncha odam duo qilyapti, shuncha odam ana qilyapti. Mingta rahmat. Hammaga rahmat. Rahmat hammaga. Mahalla ko'yiga. Xalqimiz, malades bu bolalar. Malades. Kecha sovuq demay turishibdi. Rahmat sizlarga, mushoqdan kelibsizlar. Rahmat.